Akalar, mana nержавейка turbaga yaxshilab ahamiyat beringlar. Ko'ryapsizlarmi? Chetlari kuygan chetlaridagi shlaklari chiqib ketgan. Bu nimani oqibatida bunaqa holatga kelgan? Bilasizlarmi akalar? Taxmin qilib ko'ringlar. Bu nimaga bunaqa bo'lgan desanglar akalar, bolgarkada ili kesilgan yoki именно temir uchun mo'ljallangan diskda kesilgan. Bu именно nержавейкаning diskida kesilmagan, o'sha hisobiga chetlaridagi shlaklari chiqqan nержавейкani kuydirib yuborgan. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun akalar, biz sizlar uchun Beauty brendining turba kesadigan apparati именно nержавейкаlar uchun mo'ljallangan apparatni olib kelganmiz. Hozir buni sizlar bilan birgalikda amalda ishlatib ko'ramiz. Qanchalik yaxshi kesishini o'zingizlar baho berasizlar. Akalar, mana buni qaranglar. Endi kamerada qanchalik ko'rinyapti, hech qanaqa shlak yo'q, hech qanaqa kuygan joyi yo'q. Bemalol mana qo'limni bosib ham turibman. Idealni qizdirmasdan, kuydirmasdan kesdi. Beauty brendining metal kesadigan, ya'niki nержавейка turbalarni kesadigan metal reza akalar. Bu apparatimizning mощностью 2,5 watt bo'ladi. Minutiga 1100 оборот 220 voltda ishlaydi. Diskining razmeri 355 talik bo'ladi. Buni asosiy holatda kimlarga biz tavsiya beramiz? Mana shu nержавейка turba bilan asosiy ishlaydigan usta akalarimiz, ya'niki basseynda zinalar yasaydigan usta akalarimiz, basseyn uchun zinalar yasaydigan usta akalarimiz yoki nержавейка turbadan zina yasaydigan usta akalarimiz, nержавейка turba bilan qanaqadir shakl chiqaradigan, kachel yasaydigan usta akalarimizga bu apparatni tavsiya beramiz. Nimagaki, sizlarning ishinglarning sifatini yanada yaxshi darajaga chiqarib bera oladigan bu apparat bo'ladi. Bu apparat bilan sizlar bemalol 45 gradusga kesib, 90 gradus ham chiqarib olsanglar bo'ladi. Ko'rinishlari juda ham qulay. Hozir buni yana boshqa metallarni ham sizlar bilan birgalikda kesib test qilib ko'ramiz. Ungacha videoga bitta like bosib qo'yinglar. Akalar, mana shu armaturada ham daja chetlarda kuygan joylari bor. Ko'rasizlarmi? Endi bu apparatni kesib ko'ramiz, qanaqa chiqishini birgalikda ko'ramiz. Aka, kamerani bitta yaqinroq olib kelib ko'rsatib qo'ying. Qalaq kesib qo'yganiga bitta o'zingizlar kommentariyada baho berib qo'yinglar. Mana ko'rasizlarmi? Buni ham bemalol qo'lim bilan bosib turibman. Qizdirmasdan, kuydirmasdan kesdi. Kesayotgan paytida videoni shuni orqaga qaytarib ko'rsanglar, hech qanaqa nagarlar chiqib ketgani yo'q. Ideal darajada kesib berdi, ko'rasizlarmi? Вообще четкий. Bu bilan даже sizlar bemalol taxtalarni ham kessanglar bo'ladi akalar. O'zi bu bilan nafaqat armatura taxta akalar. Katta profil turbalarni ham bemalol bu bilan kessanglar bo'ladi. Diski safadayt qiladi bemalol katta turbalarni kesish uchun. Bu apparatimizning narxi siz o'ylaganingizdan vobsh arzon chiqadi. Kommentariyada "Voy, narxini aytayotgan aka, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda QR kod chiqadi. Shu QR kod skaner qilsangiz, bizning Mega Tools ilovamiz bor. Shu ilovamizga kirsangiz akalar, Beauty ST 8355 desangiz, mana shu apparatimizda chiqib keladi. Bu apparatimiz haqida o'tda to'liq ma'lumot ham yana olsangiz bo'ladi. Endi bu videoda ham ma'lumot berdik, yanada to'liq ma'lumotini o'sha ilovamizdan ham olsangiz bo'ladi. U ilovamizda siz buyurtma bersangiz, nima afzalligi bor? Men sizga aytsam, oka, bu apparatning narxi nisbatan hozir sizni sharoitingizga sal to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz o'tda halol narsa savdoga bemalol bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Bu yana bitta plyusi. Yana bitta plyusi akalar.
Mega Tools ilovasidan agar buyurtma beradigan bo'lsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab akalar. Dastavkasi yetkazib berish sizga bepulga tushadi. Yo'q, uka, men borib, ko'rib, ishlatib, tekshirib olaman degan akalarim uchun bemalol akalar. Ubay Tools'ni offline do'konlariga kelib, ko'rib, tekshirib ko'rib, zo'r narxlarda xarid qilib olsangiz bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bu videoni mana shunaqa temirlarni ko'p kesadigan usta tanishinglar bo'lsa, jo'natib qo'ying. Ko'rsalar qanaqa sifatli apparatlar chiqib ketganini. Olsalar,